Xayrli kech barchaga. Menga ko'pchilik aytadi, Gulshanay doim pozitiv yurasiz. Kayfiyat ulashib, kulib kuldirib yurasiz. Yoshingizga nisbatan yosh ko'rinasiz. Sizda hech g'am tashvish bo'lmasa kerak deyishadi. Yaxshi ma'noda albatta. Afsuski, unday emas. Menda g'am bor, tashvish bor, dard bor, o'kinch bor, armon bor. Hech kimga aytmagan dardlarim bor. Farqim shundaki, dardimni do'stim ushlab turmayman. Eng ishonadigan insonimga 100dan 1 qismini, 100dan 0 1 qismini aytaman, qolganini emas. Chunki hammaning dardi o'ziga yetarli. Bir eshitadilar sizni, ikki eshitadilar, uch eshitadilar. Oxiriga eshitmaydilar. Shunchaki qarab turadilar. Bu insonlarga ishonchsizlikdan emas, shunchaki ichki jasorat kuchliroq. Armonlarimdan biri bugun onalik baxtiga musharraf bo'lganimga, ona bo'lganimga roppa-rosa 19 yil bo'libdi. Bolajonim bugun 19 yoshga kirdi. Yoniga o'tirib, peshonasidan o'pib, yuzlaridan o'pib tabriklashni o'rniga ertalabdan kechgacha ishladim. Musofir yo'qdi. Armon emasmi bu?